Ben icari öde oltuyatıman. Şaşkanın pili sıtvalı ben öğüm sıtvettem. Kasım bir hocam ağacını tutmaktan. Toğrak javcıda icari öde oltuyatıman. Bara hem ustamın etken tamaklarından başlap Oblastamın akamal tamakları toxtatım Seqo'ga yerlere, ba İdriscanның, ba Merdancanның Lagban sağa yerlerini tatip, mulazim etmanның mulazimlik qilgan, tas ko'tarib manga yerlerinden başlap biz qaydiga tushiramiz. İsmi cismimiz layık, oshpaz, yemek kasbi bilan shug'ullanuvchi qatoridan o'rnamasa qilmaydi. Bo'lmasa shonlikimiz jamiyat tarafidan. Uning ustiga hozir oshxona ko'payib ketdi. Raqobat intayin keskin bo'layotdi. Biz diqqat qilish tegishli nurg'un ishlar bor. Tamog'imizning ta'min masalasi chiqamaz o'ngishsak bo'ladi. Ama niyetimiz o'zgarib ketsa, nishonimiz o'zgarib ketsa, realistik ketsak, nayt ishtik veren bo'lamiz. 80% oshpaz jan tortadi hozir. Bo'lmasa shu oshpazlik qilib 15 yil bo'lgan, 8-10 yil bo'lgan ustani buni hozir his qila oladi. Chilla bozor deymiz, hozirgi bozorda ishlayotgan odamning maoshini berilmaydi. Shunchalik darajada. Chunki bunda vaqt meni kalamdan o'tib baqqan. Burun shu yangidan mushtaga chiqqan vaqtimda men nima bo'lganini bilmay, jan tortib balliq bağış berilmay shunday kunni o'tkazgan. Naq bu shunday mezgilda. Shunga biz tirishmasak bo'lmaydi. U kun qilish hech kim qolmaydi. Aytdigina yo'qlimga chiqishimizga sabab tunugun bir kun o'tib ketib bo'ldi. Mayli bozorni baqqilala, mayli bosh qilala. Nima ish bo'lsin qatnazar tunugunni qaytirib aytgagil bo'lmaydi. Bugun yangi qadam bilan bugungi bozorni kutib olsak, bugun pulimizni xotirjam topsak, tunugun xash bugun bo'lmasa, tunugun qilgan xatolik bugun sodir qilmasak, qaytvoshdan bugun bir kunlik ishimizni joyida qilsak degan umidda yig'ilimiz menga. Yani birga maaş vergen çağda men kepte, men işleptim deyishni oldin ağlıyordu. Bu yerda 40 necha odamning hammasi qish qo'yib, "Ma bakan" deb o'g'lamaydi. Mishadi ba bo'ldi. Oyog'i hisoblashgan chaqda maaş chiqaverdi. Hozir kelib qo'yib men bir odamni men bir kun batdim oshxonada yo'q qilib qo'yib deganimni anglab boqmadim. Bu model mush yo'qlamni joyida og'anligimizning ifodasi. Men kelay kelmay boshqa qo'sh bola yo'qlam joyida ilovatida aqasolma yaxshi maslashib chiqyapsizlar. Ikkinchi qavatga bordim, yo'qlamga o'rlashtirib qo'ydik. Uxlab kelib qolsangiz kishisiz yozib qo'ydi. Ruxsat olsangiz ustamizning apilab chiqib badak deb qo'ysangiz biz bil qilib qo'yamiz. Nega ketganimizni biz bilishimiz kerak. Chunki bizning boshqurtgan o'rin bor. Jing'uzandan, rayon soqchixonasidan, rayondan boshqurdi Go'ngshonjidan ma adam qina desa, men gadimni qashlab, Mirdanjon biletdi deb o'ltirsam bo'lmaydi. Chunki menga tekshirib kelgan odam, "Lo'banni to'lang" deydi. Ya Mirdanjon ustam ya to'xtalsam, "Chushjon to'lang" degan bir qiz deb boqmadi. Shunlashqa yo'qliminingki ishi oydin bo'lib ketsin. Ettiğine kalsan soğuk tondurab, ismini to'lab 5 minut vaqtini ilash hammalar uchun foydali. Bugun dekalakka 3 masala bor. Birinchisi, bugun cho'ng tip toziq tekshiramiz. Toziq naydi va shiq emas. Menjahan atrofidagi buzilib ketgan Seyganbanni Bartamil Mamatjon bugun o'ngshab bo'lmas. Oldingizmi? Seyganbanni akilib metrlab ajaga yutgan putin yomab turgan lo'slapasini bilaydi. Ziddon lo'sida. Undan boshqa Mamatjonning ish qilgan o'xshash xo'tanligi bunda sim Gutmachang simili bütün jutislar. Ma'lum sizlarga tushgan vazifa. Amban tazig'ini qilishim bor. Undan boshqa zal, xo'tan hammayan tazig'ini choylik qilamiz. Ertadan boshlab kunda birdan ustamning hunurini do'yonga yo'llab boramiz. Burun bir programma chiqqan 2016 qasin yodingda bor. Sonda birdan oshpazni chiqib, tomoqni tushuntirishni tatbiqdan qurishgacha ichish usulini boshlab tushuntirgan bir program chiqqanda. İchil dasturxonmi ismi? Ha, 2016 yo'l qo'yilgan. Postkamda ashni qilamiz deb gençlik biz iltimos sunib, ash o'yin ijozatini to'lab qo'ygan vaqtimda o programmamiz to'xtab qoldi. Shunga qilmadik. Biz shu chaqda hozir qilgan batda men shu chaqda men yig'liq intildim. Yangi sho'z qilib baqla. Shunlashqa toziqni birinchi olib chiqib do'yin degan endanaso. Bütün adam ko'rtgan yog'onkan, ba'zanlar toziqimiz qolaydi, ba'zanlar bizning turqimiz qolaydi, ba'zanlar etgan tamog'imiz qolaydi, ba'zanlar mulozimat qolaydi. Biz ochiq oshkora qilamiz degan kamas cho'qim boshqalarning fikrini qabul qilishimiz kerak. Tazliq kechtiribdi. Cho'ng tip tekshiramiz, hamma diqqat qilib, bozor qanday bo'lishini diqqat nazar tazliqni o'xshash ilib manglar. Shojdoning tigidan boshlab, ustidan boshlab qalaymiqqa ya, simildan boshlab hammani qilamiz. Asbob saymondan tortib Bingshangacha hammani to'liq tekshiramiz. Ikkinchi deb qo'ygan gap, To'xtaosamning shogirdi Mamat Imodov qoidasini qilib, hammamiz to'lmagan bo'lsakmi garchi uydagilar keldi, urutqanlar keldi, hammalar yig'ilib bu yerga. Bunga hunar pardoq. Mamat Imodov ustam bo'lgan tat. Şahit bala özra hürmet kılana. Bunu kucaqlab, bu da iştişe bir yerda. Sılama günü çoğalanlar. Hem ustamlık qatar o'tdinglar. To'xtalsam nima ish qilib dorab qilganlar. Juma? Bolalarga tarbiya qilishni, qo'llasimizga bolaga qanday muomala qilishni, oshxona qanday ib bo'lishni, qanday tayyorlik qilishni hammani o'rganmasa olmaydi ekan. Va atrofimizdagi boshqa
xizmatchilarmi o'zimizning adabimizning hurmatini o'zimiz qilmasak boshqa hech kim bizni qilib bermaydi.